kompetensiya deb juda ko'p gapiryapmiz. Kompetensiyani ham chegaralari bor. Bu chegaralangan narsa bo'ladi. Temirchi temirchiligini qiladi, tandirchi tandirchiligini qiladi. Tushunyapsiz? Pedagogika fanlari bo'yicha izlanish olib borayotgan bo'lsa, u endi gapiradi ta'lim va tarbiya haqida yoki boshqa masalalar. Ham o'zini mutaxassis gapiradi. Chunki hozir ilm bilan axborotni farqlashga qiynalyapti-da. Har qanday axborot, har men shuni bilaman, bilib oldim desa, u ilm bo'lib ketavermaydi-da. Shuning uchun kompetensiya haqida juda ko'p gapiryapmiz. Ya'ni ko'nikmalar haqida ko'p gapiryapmiz. Bu o'sha chegaralangan, ma'lum sohada bilimlar yig'indisi haqida gap boradi. Boshqa sohada bo'lib turib, boshqa sohadan ham u ma'ruza qilib ketilavermaydi-da.